erini kayfiyatini tushirib, eri bilan janjal qilib, eridan beruxsat ko'chaga chiqib ketgan ayolni erini diqqat qildi, asabini nima qildi, o'ynadi, erini diqqat qilib qo'ydi, eri bilan urushdi, xullas kalom erini norizo qilib ko'chaga chiqib ketdi bir ayol. Ana shu ayolni dilar qiling, hadis keladi bunga. To qaytib eridan uzr so'rab, erini qo'lini o'zini peshonasiga qo'yib, qarang. Tasavvur qilyapsizmi? Meni kechiring. Men borasida nimaga hukm qilsangiz roziman demagungacha Xudo tavbasini qabul qilmaydi. Mana shu paytgacha ayol kishi, ya'ni uyga qaytib shu erini qo'lini ayol kishi o'zini peshonasiga qo'yib, meni boramda nima hukm qilsangiz roziman, meni kechiring, mendan o'tibdi deb uzr so'ramagunigacha bu ayolni Alloh tavbasini qabul qilmaydi. Namoz o'qisa qabul emas, duosi boshidan bir qarich ko'tarilmaydi ham. Tog'dek tillo kumushlarni sadaqat qilsa ham qabul emas dedilar qarang. Bu ayollarimiz eshitadigan gap lekin.